Metan gazda bugun yangilik gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Bizning kanalga kuzatib turgan jigarlarimiz, sog'mi-salomatmisizlar. Bugun 15-may metan gaz 5000 so'madi. To'rtko'l tumanida hozir 4900 so'mga tushibdi. Aslan sekin tushib ketdi, xudo xolasa. Qani bir ikkitalarda tushmaydi deganlar uchun 4900 so'm. Xudo xolasa endi aslan sekin bu yoqqa tushib kelaveradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p, To'rtko'l tumani Ruslan metan gazdamiz. Bugungi narxi 4900 so'mga tushibdi. Endi xudo xolasa shunda aslan sekin tushaverar inshaalloh. Duoda bo'lib turaverik. Yaxshi kommentlar bilan, layklar bilan xudo xolasa. Har yerda har xil narx bo'lib turibdi. To'rtko'l tumanida 5000 so'm, 4900 so'm tushibdi. Beren tumanida 4600 yerlari bor, 4500, 5200 yerlari bor. To'rtko'l tumanida ham har xil narxlar bo'lib turibdi. Beren davleniyasi ham yaxshi, metan ham yaxshi ish qilib. Kilometr ham beradi, zo'r. Ruslan metan To'rtko'l tumani, A80 trassani bo'yinda, yo'lning bo'yinda. Xudo xolasa, bundan buyoqqa shunday ajoyib yangiliklar bilan chiqarib boramiz. O'sha metan gaz aslan sekin tushadi, xudo xolasa. Tushsin, hammaga yaxshi bo'ladi, o'zlarimiz ham yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, omon bo'linglar, videolarimizni ajoyibliklar bilan kuzatib turinglar.